palmalardan, sulkalardan, Universal Pictures'larga alangali salom biza Orlandodasan. Tong sahar 4 turib, aeroport tomon yo'l oldik. Bu meni turmush o'rtog'im hamda farzandlarimsiz ilk sayohatim edi. Bu sayohatga esa biz Gulmira opam bilan birga yo'l oldik. Albatta, aeroportga yetib kelganimiz zahoti hamma tekshiruvlardan o'tib, eson-omongina samolyotimizga chiqib oldik. Samolyotda miriqib suhbatlashib ketamiz deb o'ylagandik, lekin ikkalamiz ham yaxshigina charchagan ekanimiz, birin-ketin uxlab qoldik. Boshida zerikmaslik uchun esa o'zimiz sevgan filmlarni tomosha qilishga ham ulgurdik. Lekin har bir insonga shuni tilaymanki, mana shunday go'zal manzaralarni o'z ko'zlaringiz bilan ko'rish nasib qilsin. 4 soatlik parvozdan so'ng biz manzilimizga yetib keldik va bu shaharda men ilk bor bo'lganim uchun bunday go'zalliklarni ko'rib ko'zlarim rosti qamashib ketdi. Shaharning go'zalligini so'z bilan ta'riflash juda ham qiyin edi. Toza havo, hamma yoqda palmalar va biz esa o'sha mashhur Universal Pictures studiyasiga yetib keldik. Bir necha yillar oldin televizordan Orel и Решка shousini ko'rib, bu studiyaga kelishni orzu qilgandim va mana bugun shu orzularim ushaldi. Bu yerdagi turli tuman, go'zal, ertaknamo joylarni ko'rib maza qildim to'g'risi. Va birinchi navbatda qornimizni to'yg'azib olishga kirishdik. Qorin to'ydi, endi g'am ketdi deb aylanishni boshlab bordik. Bu yerdan biz sevib tomosha qilgan o'sha mashhur Minionslar deysizmi, Simpsonlar haqidagi film deysizmi? Hamma Universal Pictures'ni hamma mashhur filmlari haqida alohida bo'limlar bor. Har bir отделga kirganingizda o'zingizni xuddi o'sha multfilm, film qahramonlaridek his qilishingiz uchun hamma sharoit yaratilgan. Va bu yerda juda ham qo'rqinchli karusellar ham bor ekan. Nima deb o'ylaysiz, biz bunga uchdikmi? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring va storieslarimni ko'rishni davom ettirsangiz, uchdikmi yo'qmi savolingizga ham javob olib olasiz. Endi esa men yoshligimdan eng yoqtirgan filmlarimdan biri Harry Potter filmiga atalgan bo'limga yetib keldik. Kichkina detallarigacha alohida e'tibor qaratilgan va o'zingizni haqiqatdan ham Harry Potter filmida tushib qolganday his qilishingiz uchun hamma narsa o'ylangan. Juda ham maza qildim. Harry Potter filmini shukuhini berib turadigan har bir narsa bor.